Pampers hech qachon qiz bolaga foyda keltirmaydi. Sababi ichakda infeksiyasi bor, Escherichia coli degan bakteriya bor. O'sha bakteriya urologiyada, siydik yo'llarida yallig'lanish chaqiruvchi eng yomon bakteriya hisoblanadi. Pampers taqib qo'ydingiz, axlat chiqdi, onalik joyiga kirib ketdi. O'sha bakteriyani qo'lingiz bilan olib tiqib yubordingiz. Keyin bularda pampersda yotgandan keyin bu odatiy hayot tarzi o'sha siydik ho'l bo'lib turish ekan deb miya o'ylab qoladi. Pampers taqmasangiz bu siyganda bu siyib ho'l bo'lib qo'yishi, demak noodatiy hayot tarzi ekan, buni qilmas kerak ekan, bu bo'lmas ekan deb sekin o'zi ham quruq yotishga harakat qiladi. Yo ho'l bo'lgandan keyin sizga bu narsa har xil tovush yoki imo ishora gap bilan aytishni boshlaydi. Yoki bo'lmasa siydigida siydik to'lganda miyaga signal borishi, si deb o'zi uyg'onib mustaqil siyishni boshlaydi. Pampers taqib qo'ysangiz, bularda kechqurun siyib qo'yish yoki bo'lmasa ho'l bo'lsa ham aytmasdan yuraverish, siydik yo'llar infeksiyasi, mana shunaqa narsalar yuraveradi.